Xitoyda ham yo'q narxlar deysizmi? Qanaqasiga? Bo'saloviy bozor nafaqat arzon uylar bilan, arzon naftaviy maishiy texnikalar ham topib bera oladi. Faqat 2 kun, 12-13 dekabr kunlari Gazalken filiali ishonch do'konlar tarmog'ida Xitoyda ham yo'q narxlar aksiyasi bo'lib o'tdi. Shivaki 50 tali smart televizor 6 643 ming so'm, aksiya narxi 3 978 ming so'm. Shivaki gaz plita narxi 4 357 ming so'm, aksiya narxi 2 790 ming so'm. Ayollarimiz qulayligi uchun Samsung kir yuvish mashinasi 6 552 ming so'm, aksiya narxi 3 990 ming so'm. Artel muzlatgich kamerni 4 600 ming so'm, aksiya narxi 2 760 ming so'm. Yozda juda kerakli bo'lib qoladi. Artel konditsionerimiz 5 500 ming so'm, aksiya narxi 3 300 ming so'm. Shoshiling, aksiyamiz 2 kun davom etadi. 12-13 dekabr kunlari. Bunaqa narx qayta bo'lmaydi. Gazalken filiali ishonch do'konlar tarmog'iga tashrif buyuring.